Ko'pchilik ayollarimga omega 3 yozaman. Omega 3 bu baliq yog'i degani. Eng asosiysi bu metabolizmni kuchaytiradi. Qon aylanishi, oziq-ovqatlarimizning parchalanishi, tanamizda harakatlanishi, moddalarning tanamizga so'rilishi bu metabolizm hisoblanadi. Bu xolesterinlarni eritadi. Homilador ayollarimizga juda ham kerakli tavsiya hisoblanadi. Birinchidan qonlarini suyultirib beradi, ikkinchidan bola, ya'ni embrionga ta'sir etib, uni bosh miyasi to'g'ri shakllanishda va kuchli xotira egasi bo'lib tug'ilishiga yordam beradi. Plus ushbu omegada vitamin A va vitamin D joylashgan bo'lib, u bir-birini ishini kuchaytirib, so'rilishga yordam beradi. Ushbu omega halolligi va sifatliligi bilan va organizmda to'liq parchalanishi bilan boshqa omegalardan farq qiladi.